olib borilmoqda. Qo'qon davlat universitetida 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan Turon madaniyat markazida ma'rifiy madaniy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir korrupsiyaga qarshi kurash, g'oyalarni keng targ'ib qilish, yoshlar ongida halollik, mas'uliyat va adolat tamoyillarini mustahkamlashga qaratildi. Unda universitet prorektori Jasur Azanov, korrupsiyaga qarshi kurashish compliance nazorat tizimini boshqarish bo'limi boshlig'i Mirzobek Mahmudov, professor, o'qituvchilar, talabalar va mehmonlar ishtirok etdi. Dastur doirasida iste'dodli yoshlar va san'atkorlar ishtirokida konsert namoyish etildi. Korrupsiyaga qarshi kurash mavzusida yaratilgan targ'ibot loyihalari taqdim qilindi. Shuningdek, ijodiy tanlovlarda faol ishtirok etgan eng yaxshi g'oya va ishlanmalar mualliflari universitet rahbariyati tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Ma'naviy ma'rifiy chiqishlarda korrupsiyaning jamiyatdagi ta'siri, uning oldini olish bo'yicha ilg'or yondashuvlar, halollik va qonuniylik tamoyillarining ahamiyati borasida muhim fikrlar bildirildi. Tadbir ishtirokchilariga korrupsiyaga qarshi kurashning samarali usullari, halollik madaniyatini shakllantirish va fuqarolik pozitsiyasining ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Mazkur tadbir talabalar ongida adolat va mas'uliyat tuyg'usini yanada mustahkamlashga xizmat qildi.